Salom hammaga. Bugun biz janglar borasida bellashadi. Pillager va albatta kim deb o'ylaysiz? Golem. Xo'sh, bo'lmasam ketdik. Golem va Pillager degan edik. Bu yoqda Golem, bu yoqda bo'lsa Pillager. Xo'sh, kim yutar ekan? Allaqachon yutdi. Endi seni bu bilan ushtiraman. Bu yonib ketadi sanki. Xo'sh, buni shilemiz bor, yonmaydi. Buni ham yutding sen. Yana golem yutdi. Xo'sh. Endi ko'ramiz kim yutar ekan. Yo'q, golem hammasini yutdi. Golem, sen hammasini yutding, lekin hozircha shoshilma. Meni hali sen bilan ushtiradiganlarim ko'p. Uning uchun avval senga kuch-quvvatli narsa beraman. Ya'ni temir. Endi sen 2ga 1 urushasan. Ular ham 2da. Sen yutding. Endi buni ko'ramiz. Bularni yutding. Sen viruslandingmi? Yo'q. Senga yana ozgina beraman. Ani qilamanki, golem endi yutqizadi. Endi golemlar ikkita, bular ham ikkita. Xo'sh, siz kim yutadi deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozishni unutmang. Bular 4 ta, golem esa ular ham 4 ta bo'ladi. 3 4. Endi ham golemlar yutadi. Uchta golem tirik qoldi. Bitta golem esa o'ldi. Va mana senga narsasini senga beraman. Shunda ham yutdingizlar. Endi 5 ta Pillagerlarni. 1 2 3 4 5. Ko'raylikki, golemni yutadigani balkim bordir. Xo'sh, bu nima ekan? Va 3 ta golemni ham joni bo'lishi kerak. Bitta Warden, 3 ta golem. Menimcha ham golem yutadi.
yutqizadi-yu. Ha. Varden yutqizdi. Lekin shuncha golemlarni yutgan edi bu Varden. Xo'sh. Yo'q, bu boshqa narsani o'ldirishim kerak. Video yoqqan bo'lsa, obuna va like bo'ling va golemlar yutdi. Hayır. Qaysi jamoa yutadiganini bilgan edingizmi? Unday bo'lsa, kommentariyada yozishni unutmang. Hayır. Ikkinchi qismi ham bor. Buning uchun menga 50 ta like yig'ib bering. Hayır.